Kishi bank orqali bir mahsulot sotib oldi. Bank bu mahsulotni avval o'z mulkiga olib, keyin murobaha yo'li bilan unga sotadi. Lekin bu kishi sotuvchiga mahsulot narxini 500 dinor o'rniga 600 dinor qilib yozing. Bank sizga 600 dinorni berganda ortiqcha 100 dinorni menga qaytarib berasiz dedi. Buning hukmi qanday? Javob: aslida bunday muomalada shartnoma bank bilan sotuvchi o'rtasida bo'ladi. Siz esa faqat bankka shu sotuvchini ko'rsatgan bo'lasiz xolos. Shuning uchun sizning rolingiz bu chegaradan oshib ketib, sotuvchi bilan bank bilmagan holda yashirin kelishuv qilish darajasiga yetmasligi kerak. Chunki bunday yashirin kelishuv bilan ular aslida to'g'ri bo'lgan aqdni buzib, uni fasodga aylantirib qo'yishadi. Ya'ni aqd ichiga noto'g'ri shart va yashirin manfaat kiritiladi. Natijada bu ish riboga olib boradi. Chunki kishi bank orqali ortiqcha pul chiqarib, uni o'z manfaatiga olib qolsa, shar'iy savdo yo'li hisoblanmaydi bu. Shu sababli bu muomala fosid hisoblanadi. Fasodlik esa bu yerda ribo va gunohga kirishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu ish halol hisoblanmaydi. Vallohu a'lam.